Assalomu alaykum. Bizda yana turistki pijamalarimiz, musko, bullari, tomni, qoralari, bambukovilari, eng zo'rlaridan nihoyatda ko'p keldi vibrlarimiz, chiroylilari kelgan. Detski tursuvlarimiz oka bular, bo'ladi xorlar. Har xillari bor. Bularni Eng ozg'ini qanaqa? Ikkitalen. ikkitalar eng ozg'ini umrimiz. Bundan ozroq qilib berasizlarmi sotkani? Sotkani kelisizmi? 50 ming so'm qilib beramiz. 5 ming so'mdan. O'ta. Turistki paypoqlarimizni ko'rsatyapti aka, bu har xillarni, eng chiroyli, eng sifatli, eng originallari sheyda. Shunda pachkalarga ozg'on chiqadimi bular? Buni sotkani oladi xollarga nihoyatda ozg'on chiqadi. Ayiqli, yuralilari. Bombalari ketgan. Aka mana bir boshqachasiga qo'ying, bir pinetkasini bularni. Bu turistki. Zo'rlarni. Bular hammasi Turkiya originallasi. Bular narxi 18 ming so'm. Pachka oladi xollarga ozroq qilib beriladi. Buni hozirgi kunda bizni obunachilarimiz 9 mingtaga yaqinlashib qopti. Xo'p, shu yana hafta mana shu obunachilarimiz 20 mingta bo'lsa, biz niyat qildik. Shularni 3-o'ringa, 2-o'ringa, 1-o'ringa, oliy o'rini ham bor. Qani kommentariyada yozib qoldiramiz. Nimalarga topingchi bizni kuzatib borayotganlar. Ko'ramiz, hammaniga omad tilaymiz. Shu o'rinlarda olisiga hammani uchirani. Bizni like qilib, podдержка qilib qolganlarga.